Bugun biz dunyodagi eng achchiq ramyonni yeb ko'ramiz. Ketdi. Go. Menga birinchi o'rinda fustini limonligi. Men yaxshi ko'rganim ananasligi. Men palka ishlatish bilmayman. O'rganadi. Bu achchiq emas, meni eng achchiq narsasi. O'ldiradi. Mamnisi ham bor. Qo'shimchasiga oldik buni. Odamlar 3 ta kapli qiladi. Brother, Ikkinchisi bu 2 barobar achchiqroq. Juda ham eng achchig'i. Yo'q. Aralashtir. Qo'shib qilishini. Qizilligini qaranglar. Chips, achchiq chipsidan qo'shamizmi? Bu eng achchiq chips. Buni ham qo'shib yeb ko'ramiz. Uji tayyor bo'ldi. Birinchi yeb ko'radigan odam sen bo'lasan. Давай, don ziki o'ynaymiz, o'sha odam birinchi yeb ko'radi. Давай. Don ziki. Ahmad Muhsin. Chipsni oling, yaxshi yigit, chipsni oling. Olamiz. Lekin ertaga kasalxonaga o'tsam o'zing javob ber. Yo, Ketdi. ramyon bilan yegan. What? Yordam so'rayman. Ko'ziga hozir krupniy qilish kerak bor-ku. Hozir mazang qochadi. Mazang qochadi, клянусь. Yo, men yemayman. Asad, серьезно? Men yemayman. Qizarib ketganimda-chi buni. Shunaqa ham achchiq bo'ladimi? Men ketaman. Men o'zim kelib kelay. Hali, mazam. Chidasa bo'ladi. Ha? Labim hali ham achchiq Qizarib bo'ladi. ketyapti. Inson navbating. Oh my god. Jigar. Yo'q. Bo'pti, sen birinchi, keyin buni orqasidan yeb Yo'q. Asad, qaray, o'ldiraman sen bolani. Ketdi. Bari ko'ch ketdi. Vahima qilganingcha. Achchiq emas. Achchiq emasmi? Sen odammisan o'zi? Labim hali ham achchiq. Kishi achchiq bu. Achchiq.